Assalomu alaykum obunachilar. Men 21.011 topib qo'ydik. 1973-yil. Holatlari yaxshi, hadavoylari bo'lgan. 4 ta baloni yaxshi holatda, motorida ishi yo'q, korobkasi 4 tali, most ovozi yo'q. Tak, holatlari yaxshi holatda mashinamiz. Balonlari mana shu holatda, chiroyli, tiniq turibdi. Salonlariga keladigan bo'lsak, salonlari ham chiroyli ekan, ashibkalari bo'lgan, sidinalari, chexollari, polilari bo'lgan. Tayyor holatda podushkalarini ham qo'yib berishibdi. Tak, yurganiga keladigan bo'lsak, yurgani endi speedometrlar biladiki, jayishlayvermaydi. Barlarni, Malibu barlardan qo'yib berishibdi chiroyli qilib. Bu tomonlari ham ashibkalari chiroyli ekan. Orqalariga pardalar qo'yib berishibdi chiroyli qilib. Cho'tka qilib sidinalar, chexollari bor ekan. Kanonga maytfoni yo'q ekan akalar mashinamizni. Oldi kapotlarni ochib ko'ramiz. Motorimiz 011 motor ekan, suvda ekan mashinamiz. Old lanjironlari butma-butun o'ziniki ekan, almashib netmagan, ishib ketmagan. Yorilib ketmagan, pistoletlari ham tuppa-tuzuk turibdi. Elektronika tramblor ekan. Akkumulyatorlari рабочий, ertalab yurg'izadiganidan ekan. Tak, orqa tomonlariga keladigan bo'lsak, orqalari ham chiroyli, ashibkalari bo'lgan. Tak, sidinalar, chexol, polilari bo'lgan. Eshiklari ham g'ip yopilar ekan chiroyli. Bu tomonlarga keladigan bo'lsak, bu tomonlari mana shu holatda. Chiroyli ekan mashinamiz, tayyor. Minishga tayyor qilib berishibdi. Tak, orqa tomonlari. Mana orqalari mana holatda ekan. Mashinamiz skoch balonda ekan, metan skoch kapron. Bu yon tomonlari mana oldilaridan. Tak, tumbalari butma-butun ekan. Tumbalari ish ko'rmagan, uzun, radnoy tumbasi, yorilib ketmagan, chirimagan, netmagan. Tayyor holatda ekan mashinamiz. Bu tomon tumbalari ham mana tayyor, yorilib netmagan, zanglab, chirib ketmagan ekan. Balonlar mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Shu holatda ekan mashinamiz. 06 diskalar qo'yib berishibdi. Taylariga keladigan bo'lsak, taylari mana shu holatda. Taylari ham yorilmagan, netmagan. Tuppa-tuzuk holatda mashinamiz. Tak, nari tomonlarini ham ko'rsatib o'tib ketaman bir qator. Taylari mana shu holatda. Taylari ham butma-butun. Most ovozi yo'q, motori tiniq, yog' yemaydi, 011 motor. Korobkasi 4 tali. Korobka tashamaydi skordan. Tayyor holatda. Mashinamiz Marg'ilon shaharda turibdi akalar. Pulga keladigan bo'lsak, akamiz 10 million deyapti pullar. Ya bo'lmaydi aka, nima 10 millionga tushib berasizmi? Lekin bo'ldi, sizga tushib beraman deyishdi. 7 millionga oxiri bo'lsa berib yuboramiz deyishyapti. Tayyor yuradigan holatda mashina, rasxod yo'q. Xohlasa aloqaga chiqaverasizlar. 93 657 80 31 ash nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Mashinamiz Marg'ilon shaharida turibdi. Dastavka xizmatimiz bor.